Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Direktimizni aynan mana shu gibridli peterka haqida so'rov olib portlatib yuborishdi. Hammaga qisqa va lo'nda javob beramiz. Oxirida kommentariyada narxi va aytilgan plus minusiga shu avtomobil arziydimi yo'qmi yozib o'tasizlar. Boshladik. Tashqi ko'rinishidan hech qanaqa avtomobilimizning minusi yo'q. Aslida mana shu ikkita joyi krashimning kapot bilan krilo turganda skuter kelib turib olgan. Hozir operatorimiz rasmini ham qo'yib o'tadi. 2023 10.000 km masofa bosib o'tgan va bu avtomobil o'zi gibrid sababli rasxodi 3-4 litr. Avtomobil batareya bo'lmasa zaryad qilishingiz ham shart emas, motori o'zida ham bemalol yuraveradi. Endi navrotlarni aytib o'tamiz. Lazer fara, 19 diska, 4 teshigimizda davodchikimiz bor va knopka bagajnika. Salonimizga xush kelibsiz hurmatli obunachilarimiz. Salonimizni sleva направо navrotlarni перечислять qilamiz. Bu yerda pamять сиденья, Harman Kardon akustika, head-up display, avtomobilimizda multi-rul, adaptivniy cruise control, avtotormojение hamma narsalar bilan birga. Bu yerda ko'ryapsiz katta monitorimiz, dатчик управления, jestами, yana BMW'da eng yoqadigan narsasi bu полностью monitor sensorligi. Avtomobilimizda Abduf обогрев сидений, беспроводной зарядка. Bu yerda rejim вождения. Avtomobilimiz korичневый kojada individual salon deyiladi. Bundan tashqari hurmatli obunachilarimiz, bu avtomobil palasa etib o'tgan navrotlardan tashqari ham yana navrotlari bor. Uni kelib bemalol tomosha qilsanglar bo'ladi. Bir kunda hurmatli obunachilarimiz, bez посредник o'zingizlar borib eng hozir mashinalar arzon qatda chiqyapti. Koreyadami? Shu Koreya deylik mayli. O'sha yerdan olib kelaman degan taqdiringizda shu avtomobil o'zingizlar olib kelganingizda 90 mingga tushadi. Bir 40 kun yo'l kira deylik, 20 kun men Piskentda o'chirdi turasizlar. Уже 2 oy. Endi qaranglar. 90 ming pul muzlatib 2 oy kutib shunaqa avtomobil olganinglar yaxshimi yoki 62 mingga tayyor ikkita joyda pitnosi bor avtomobil olganinglar yaxshimi? Fikringlarni kommentariyada kutib qolamiz va eslatib o'tamiz, любой avtomobil наличный zakaz. Hammaga e'tibor uchun rahmat.